Farqi yo'q qaysi davlatda yashashingiz. Siz hayotingizda o'xshamagan narsalar uchun faqatgina hokimiyatda va hukumatda ayblisiz. Hukumat menga uni bermadi, buni bermadi. Nima kerak sizga o'zi? Meni kechirasiz, lekin sizda imkoniyat yo'qmi chet tilini o'rganishga yoki Wikipediyaga kirish uchun? Yoki ishga ketayotganingizda telefonda har xil bo'mag'ir o'yinlarni o'ynagandan ko'ra, balkim kitob o'qirdirsiz. Sizda nima? Mana shu narsalarga imkoniyat yo'qmi? Yoki sizga hukumat kelib iltimos, mana shu kitobni o'qing deyish kerakmi? Men bu rasmni qara, men bu kinoni ko'r, men bundan ko'proq narsa olasan deb. Yoki sport bilan shug'ullaning, formada yuring deyish kerakmi? Albatta yo'q, bu axir ahmoqgarchilik. Nima qilgisi kelyapti hayotingizda? Rassomchilikmi, tikishmi, bichishmi? Bu narsalar haqida YouTube'dan bemalol ko'p narsani o'rganib olishingiz mumkin. Lekin siz hayotda nimadir qilishni istaysizmi o'zingiz? Gapiring. Televizordagi ko'rsatuvlarni bo'mag'ir deysiz. Ha, o'chiring bo'lmasam televizorni. Yoki birov kelib qilish kerakmi o'rningizga? Birov kelib sizga internetdan qanday foydalanishni o'rgatish kerakmi? Yoki kiyinish odobini, Instagram, Telegramdan bema'ni gaplarni tarqatmasdan, kattalar oldida o'zini tutishi, bolalarga qanday tarbiya berishni hammasini kim sizga ko'rsatib o'rgatish kerak? Umuman farqi yo'q qaysi davlatda yashashingiz. O'g'rilar, piyonistlar, narkomanlar har davlatda uchraydi. Bironta prezident o'z davlatini shunaqa bo'lsin deb aytadimi? Albatta yo'q. Har qanday davlat bo'lgandan qat'iy nazar sizda rivojlanishga imkoniyat bor. O'zingizni aldamang, chalg'itmang, kerak emas. Men tushuntirman, buni hammasini siz uchun boshqalar qilishni xohlaysiz. Izlanish, xato qilish, ortiqcha harakat qilish hech kim xohlamaydi. Lekin hayotda bunday bo'lishi mumkin emas. Sizcha milliarder, millionerlar o'z pullariga oson erishganmi? Bo'lmagan gap. Oson yengil ishlarni qidirasiz. Katta kompaniyalarda ishlashni, inomarkalar minishni, chet elda aylanishni xohlaysiz. Shu bilan birga xuddi sizga birov majburdek tutasiz o'zingizni. Yo'q. Qaysi davlatda yashashingiz farqi yo'q. Ishoning, u davlatda balkim yerlari ideal darajada tekisdir. Balki changli qishloq, farqi yo'q. Bu siz ichingizda hech nimani o'zgartirmaydi. Agar o'zingiz hech narsaga harakat qilmasangiz, sizni birov ishontirib o'tirmaydi. Ishontirishga urinmaydi ham. Tushuning, hayotingizdagi yaxshi ish uchun birinchi qadam bu butun dunyoni puli. Mashina, uy, qobiliyat, yaxta. Shunaqa go'zallikka erishmaganligingiz uchun atrofingizdan ayb qidirishni to'xtating. Ko'zingizni oching. Imkoniyatingiz juda ham ko'p. Har kuni nimadirga bo'lsa ham erishishga, xohlagan narsangiz qo'lingizda bo'lishiga imkoniyat realna bor. Kompyuteringizga millionlab kitob sig'ishi mumkin. Internetda xohlagan narsangizni topib, o'shani o'rgansangiz bo'ladi. Har kuni o'zingizni ustida ishlab, ko'p qirralaringizni topishingiz mumkin. Odamlar ilgari bu haqida orzu ham qilisha olmasdi. Lekin esingizda tuting, bu narsani hammasini qilishga sizni hech kim majburlamaydi. Hech kim sizni kitob ochishga, hech kim sizni punktualniy va mas'uliyatli bo'lishingizga majburlamaydi. Hech kim.